Shokolad Napoleonni kim tayyorlab ko'rmadi? Давайте bugun sizlar bilan retseptini bo'lishaman. 750 gram unga 3 qoshiq kakao va yarim choy qoshiq razrıhlica solamiz. Va unga 400 gram margarin solib kroshka qilib, sutidan bitta tuxum va 200 ml muzdek suv solamiz. Suv ichiga ozgina uksus qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Erim aytganlaridek loycha o'ynab, shunaqa yumshoq xamir tayyorlaymiz. Paketga solib va yarim soat xolodilnikda dam berib va примерно 200 gramdan 7 ta bo'lagiga bo'lib olamiz. Hammasini yupqa qilib yoyib, примерно 200 gradusli duxovkada pishirib olamiz. Krem uchun slivichniy maslo, sgushonka va ozgina kakao. Sgushonka menda gustoy bo'lganligi uchun ozgina sut solib mikser qildim. Ikkinchi ko'rshlarni listdan olayotganda ozgina ehtiyot bo'ling, manikiga o'xshab sinib ketishi mumkin. В принципе, singan bo'lsa ham, uni umuman zarari yo'q. Ko'rshlarning chetlarini kesib olib, krem surib, shunaqa yig'ib olamiz. Va ustiga paketga yopib, примерно 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 1 soat xolodilnikda kremlari ko'rshga vpitatsiya qilib, shunaqa yumshoq va sochniy bo'ladi. Sladkoyechkalar kommentariyaga qanaqa desert yaxshi ko'rishinglarni yozib ketinglar.